Agar siz yaqin orada sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, unda men Erkinov Shohruxbek, Lionstar Group kompaniyasi asoschisi va Tripstar sayohat agentligini asoschisi. Undan tashqari shu paytgacha 50 ta davlatga sayohat qilgan sayyoh sifatida, sayohat sevuvchi odam sifatida sizlarga shu paytgacha o'zim bilgan, o'rgangan top 3 ta xatolikni tavsiya qilmoqchiman. Bu videoni sayohat tur paketi sotib olishdan avval albatta ko'rishingiz shart. Agar shu 3 ta xatoni qilsangiz, siz ham ko'pgina pulingizni va sayohatingizni yaxshi ko'ngildagidek o'tmasligiga olib kelishi mumkin. Birinchisi bu siz o'zingiz ketayotgan davlatingizni oldin o'rganishingiz, qayerga ketayotganingiz va u yerda qanaqa sayohat qilmoqchiligingizni bilishingiz juda ham shart. Va u yerda infrastrukturasi, u yerda qanaqa gostinitsalar borligi, qanaqa aktivitelar borligi va u yerda qayerda turish ideal holatda bo'lishini oldindan tekshirishingiz kerak. Buning uchun hozirgi paytda YouTube'da, ChatGPT'da juda ham ko'p informatsiya bor. Men o'zim sayyoh sifatida nima qilardim? Har doim sayohatga ketishdan oldin o'zim ketayotgan davlatni yoki bo'lmasa shaharni ko'pgina YouTube'dagi videolarini ko'rib chiqardim va u yer qanaqa joylashganligi, nimalar qilish mumkinligi haqida qisqacha bo'lsa ham, o'zim ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lardim. Shu orqali siz sayohat agentsiyasiga murojaat qilganingizda tur operator bilan bemalol gaplashishingiz mumkin va u aytayotgan joylarni, u sizga taklif qilayotgan gostinitsalarni siz videoda ko'rib, tasavvuringiz orqali o'zingizga mos keladigan tur paketni tanlashingiz osonroq bo'ladi. Agar siz ketayotgan davlatingiz haqida qanaqa qilib o'rganaman desangiz, misol uchun YouTube formatida Ariolin Reshga yoki bo'lmasa subyektivni ko'pgina videolari bor. O'sha borgan davlatlarini juda ham zo'r qilib har bitta tochkalari bilan ko'rsatib berishgan. Shu videolarni ko'rish orqali siz ketayotgan davlatingizda nimalar qilish mumkin, qayerda turish mumkin va qanaqa xarajat qilish mumkin, ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ikkinchi eng ko'p kuzatiladigan, eng ko'p qilinadigan xato bu tur paket sotib olishda qilinadigan xato. Hozirgi kunda Toshkentda yoki O'zbekistonda juda ham ko'p tur firmalar bor va bu firmalar sizga juda ham ko'plab reklamalar orqali tur paketlarini taklif qilishadi. Demak, qaysi tur paketni sotib olish kerak yoki kimdan sotib olish kerak degan katta savol bor. Demak, men shu paytgacha bir nechta tur agentlar bilan ishlaganman va ulardan tur paket sotib olganman. Va o'zimning tajribamdan kelib chiqib, shuni aytishim mumkinki, operator sizdan sizni budjetingiz qancha edi deb so'rasa, u agent bilan umuman gaplashib vaqtingizni ketkazmang. Sababi u agent sizni budjetingizga qiziqyapti. Faqatgina sizga tur paketini sotmoqchi bo'ldi. Sizni qiziqishingiz, sizni u davlatda borib nimalar ko'rishingiz, sizni qayerda turmoqchiligingiz, sizni filtrlaringiz bilan qiziqmagan tur operatori bilan gaplashib vaqtingizni bekorga sarflamang. Agar tur operator sizdan narx emas, birinchi bo'lib o'zingiz haqingizda qisqacha nima uchun ketayotganingiz, qayerda turmoqchiligingiz, nimalarni ko'rish xohlayotganingiz, sizga o'zi qanaqa tur paketlar yoqishi, undan oldin qanaqa sayohat qilganingiz haqida ko'plab savollar bersa, bu bilingki, sizga mos tushadigan eng qulay, eng zo'r tur paketni yasab bermoqchi. Shuning uchun bu savollarni sizdan so'rayapti. Shuning uchun bularga erinmasdan har bittasiga aniqlik bilan javob beradigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz o'zingizga eng zo'r tur paketni yasab sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun men uchun eng katta red flag bu, agar tur operator mendan budjetingiz o'zi sizni qanaqa degan savolni bersa, men u operator bilan vaqtimni ketkazib o'tirmayman va boshqa tur operatorga murojaat qilishga majbur bo'lganman shu paytgacha. Uchinchi ko'p qilinadigan xatolar bu tur paket sotib olayotgan tur agentsiyani yaxshilab o'rganmaslik. Bilasizlar, shu kunlarda juda ham ko'p moshenniklar ko'payib ketgan va shunaqa holatlar ham bo'lganki, tur paketlarining narxini juda ham arzon, ya'ni iloji bo'lmaydigan narxlarni aytib, sizlardan depozit yoki pulni tezroq to'lashni talab qiladi va ular bank kartasiga pulni o'tkazib berishingizni tezroq so'rashadi. Bu sizlar uchun red flag, ya'ni bunaqa tur firmalarni yaxshilab tekshirish kerak. Nimalarga e'tibor berish kerak o'zi tur firmani deganda, men ko'proq ularning veb sayti bormi, yo'qmi, shuni tekshiraman. Google'da ularni kiritilganmi, lokatsiyasi yo'qmi, ularda uchun boshqa mijozlar o'z fikrini qoldirganmi, yo'qmi, shuni tekshiraman. Yandexdan tekshirib ko'raman va ularning Instagram sahifasida kimlar obuna bo'lgan, nechta obunachisi bor, ulardan
oldingi sotib olgan mijozlarning fikri qanaqa, shular bilan har bittasini ko'rib chiqaman va shundan keyin ularni ofisiga o'zim borib, qaysi tur firmadan sotib olman, kimdan sotib olman, har bittasini yuzma-yuz ko'rishib, tur paketni sotib olishga keyin qaror qilaman. Shuning uchun ko'pgina moshenniklarga ishonib qolmanglar. Ya'ni narxi arzon degani bu foydalanib qolishim kerak bunaqa imkoniyatdan deb sirazi pulni o'tkazib yubormanglar. Demak, men aytgan har bitta narsani tekshirib, ofisiga borib, kimga pul beryapsizlar, kimga pul to'layapsizlar, yaxshilab bilinglar. Bu aytgan maslahatim sizlarni xato qilishdan, moshenniklarga aldanib qolmasliklardan asrab qolishiga ishonchim komil. Xuddi men sizlarga aytgan muammolarni ko'rgan holatda mana shu yilning o'zida men Tripstar tur agentsiyasini yaratishga qaror qilganman. Buni asosiy maqsadi ham xuddi shunaqa xatolarsiz, bosh og'riqlarsiz odamlarga sayohat paketlarini sotish. Bizning qadriyatimiz men sizlarga aytgan xatolarni qilmasdan tur paket sotib chiqishga harakat qilamiz. Bu narsa uchun har bitta tur operatorimizni biz har doim train qilamiz, ularga shu narsani singdirib kelamiz va ular sizlarga eng ko'ngildagidek xizmat qilishga harakat qilishadi. Agar sizga ham xuddi shunaqa xatolarsiz tur paket kerak bo'lsa, pastdagi tugmani bosib, bepul konsultatsiya olish uchun o'z informatsiyalaringizni qoldiring. Tripstar sayohatlik agentidan tur operatorlarimiz sizga murojaat qiladi va konsultatsiya berishadi.